Hammaga salom qizlar. Bugun sizlarga Coupamdan zakaz qilgan narsalarimni obzor qilib beraman. Birinchi, poralar uchun mana bunaqa serum. Bu Rossiya mashhur bo'lgan Green Tomato brendi mana. Bunda 3 dona. Bu poralarni nima qilishga, yuz rangini tiniqlashtirishga ham yordam beradi. Bolalar losyoni. Buni men bolalarimga qizimni tug'ilganidan beri o'g'limni menimcha 1 yoshdan o'tgandan keyin ishlatib kelaman. Sababi o'g'lim terisi rosa ham qurg'di. Unda ushlasa tikanga o'xshagan narsa paydo bo'lib qolgan. Undan oldin 2-3 xil Rossiya ishlatib ko'rganman, effekt bermagan. Keyin shuni ishlatgandan keyin effekti zo'r. Qizim ham terisi juda ham quruq. Keyingisi mana bunaqa namlantiruvchi krem. Bu yuzni, bu sezgir terilar uchun, sensitive skin, ya'ni sezgir terilar uchun testdan o'tgan krem. Buning ichida 2 dona. Keyingisi mana bunaqa Dalba brendidan SPF Color. Mana 2 dona bundan ham. Buni rezultatini o'zi ko'rsatganman. Mana bunaqa HP brendidan nabor. Toneri, losyoni nima deydi? Emulsiya. Holda shu mana. Bu emulsiya ekan, ampulasi, ko'z krem va kremi. Qo'llarim uchun bunaqa suv ichadigan. Bu bundaqada o'g'lim ko'proq kechqurun uxlashdan oldin sut ichadi. Soskaligida bersam, erim berma, cho'paligida ber deydi. O'sha cho'paligidan sotiladi. O'tirib uchun. 2 xil ramyon. Mana mol go'shtli ramyon, bulisi ramyonda. Gijalarga qarshi bunaqa dori, bundan 10 dona. Yana mol go'shti maydalangan. Bitta lavash retseptini ko'rdim o'shancha. Keyingisi Daisodan. Hozir birinchisi bunaqa maska, quruq maskalar bular. Quruq. O'shancha ko'proq qo'ydim. O'g'lim uchun paypoqchalar kechagina internetda ko'rdim, 12 mingga tushdi. Ammo arzonroq oldim. Menga bundaqasi kerak edi, как раз Daisoda bor ekan. Yaxshi oldim 1000 wondan. Bitta mana 2000 won, bu boshqacharoq. Bu ham sirg'anmaydi menimcha. Kuchugim uchun ovqatcha. Lab uchun balzam. Bir narsa e'tibor bermagan ekanman. Ikkitasi sinib ketdi. Bular endi pampun qo'raman, qaytarib yuboraman zavodiga. Elimda qismagan jo'natib beradi. O'shancha bu zakaz. Niyatlarimda qanaqadir qand ekan, qiziqdim, o'shanga o'zimga oldim. Mana maska, buni ham qiziqdim, qanaqa maska ishlatib ko'rish uchun oldim. Koreyada oldin Daisoda unaqa yaxshi narsalar sotmasdi. Men ishonmasdim Daiso narsalarga, chunki turmush o'rtog'im ham olmay deyaverardi-da. Sifat yaxshi narsalar sotmaydi, arzon deb. Hozir endi ko'p brendlar bilan ishlayapti Daiso ham. O'shaning hisobiga ishonib olib ko'rdim. Retinol krem, retinol serumi, retinol ko'z krem va retinol bu ham kechqurungi ustab yotadigan krem ekan. 4 xildan bittadan oldim xolos. Ortiqcha olganim yo'q. Buni ishlatib effekt rostdan yaxshi ekan deyishsa keyin chiqaraman. To'g'risi men ishlatib ko'rmaganman. Menga hozir retinol shart emasdi. Men yuzimda yosh bo'lganim uchun endi to'g'risini tan. Retinol hozir men yuzimga shart emas, o'shaning hisobiga ishlataman. Lab uchun balzam. Hozir Koreyada rosa ham mashhur bo'lgan o'sha PDRN. Ya'ni yuzga yaltiroq oyna effekti bor, как shunaqa effekt beradigan krem ekan. Bu kremlar hozir Koreyada rosa ham qimmat. O'shaning hisobiga Daisoda chiqib qoldi. Buni men ishlatib ko'rmoqchiman. Effekti qanaqa bo'larki. Buni birinchi ishlatish tartibini bilib olishim kerak. Nimadan keyin ishlatish kerak bilib bo'lmaydi. Lab uchun bunaqa balzamchalar, 2 dona. Bu ichida nimasi ham bor ekan. Labimda surtadigan. Qanaqa lab mana? Lab rosa qurib ketadi-ku, keyin mana shu namlantirib berish uchun. Ba'zan lab bilsani aqshayib qurib ketadi. Men ham ba'zida shunaqa bo'ladi. O'sha mana kremi, mana essensi. Bu adashmasam paketchaligida, ichida 6 ta paket. Shundan ham bittasini olib o'zimda ishlatib ko'rmoqchiman. Bu kremni yuzga o'sha yaltiroq, rosa ham yaltiroq, hech qanaqa nima qilmasanlar ham yaltiroq effekt beradi deganda. Mana shunaqa.
krem o'zida shunaqa yuzingni yaltirab turadi, tarang turadi. Men ishlatib ko'rmoqchiman. Bundaqa makiyajdan keyin yuzingizga surtib olsangiz yaltiroq effekt berar ekan bu ham. Buni ham ishlatib ko'rmoqchiman. Mana ko'z uchun vitamin C. Ba'zilar bilasizlar ko'zning tagi ishib qoladi yoki qorayib qoladi. Shu ko'z tagini ochartirish uchun yordam beradigan vitamin C. Yana nimalar borda? Aytdim mana. Vitamin keyin bu ham vitamin C ham retinol bo'lgan krem. Retinol bor, vitamin C ko'z kremi. Buni har xilidan olaverdim. Bularni hammasidan bittadan oldim xolos. Ko'p olmadim. Bundaqa lab uchun pomada. Buni men ishlatib ko'rmoqchiman. Chunki menga pomadalar yoqadi. Odatda pomada. Lavanda hech narsa yo'q. Bu yopishib qoladimi? Lav achishtiradimi bilmoqchiman. Rusiyam surilishi ta'mi ham zo'r ekan. Sразу zlarga surtgan ta'mi sezasizlar. Ba'zi pomadalar ta'mi yo'q. Ta'mi bor. Yopishmas ekan. O'tkazib bor. Aliviyanda olgan pomadammi? Arzon variant ekan. Ertaga boshqa ranglardan ham olaman shekilli. Anqaradan sochiladi. To'g'ri. Bugungi obzorlarim shunaqa, shular. Kuningni yaxshi o'tsin.